Shu piramidani tayyorlab ko'rmagunimcha qo'limdan kelmasa kerak deb o'ylaydim. Birinchi marta tayyorlab ko'rganimdayoq adashganimni. Tayyorlanishi juda ham oson va kam xarj bo'lgani uchun retseptini sizlarga ham ilindim. 4 ta tuxumni oqini sarig'idan ajratib, oqini mikserda pik holatga kelguncha ko'pirtirib olamiz. Ozozdan shakar solib, ketidan tuxumni sarig'ini ham solib olamiz. Uni elab solish esdan chiqmasin. 170 gradusda 20 daqiqada pishirib olamiz. Ikkinchi biskvitimizni ham xuddi shu ketma-ketlikda tayyorlab, 2 osh qoshiq yaxshi kakaodan solib, uni ham xuddi shu tarzda pishirib olamiz. Biskvitim pishib chiqqunicha shunaqa dog' bo'lib ketgan chochuvlarimni Pompi brendining kapsulalarida yuvib oldim. Bu kapsula 4 tasi birda bo'lib yagona 25 grammli kapsula. Biskvitlarim ham pishib chiqdi. Yaxshilab sovutib, o'rtasidan chiroyli qilib kesib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek yaxshilab propitka qilib, ustma-ust chiroyli qilib yig'ib olamiz. Eng ustidagi qavatiga krem surmasdan kamida 4 soat morozilkada qotirib, videoda ko'rsatilgandek 3 burchak shaklda kesib, ortib qolgan kremimizni orasiga va ustilariga surib, ustini shunaqa chiroyli qilib shokoladlar bilan bezatib olamiz. Sizlar ham xuddi shu retseptni tayyorlab ko'ringlar. Ishonchim komil, umuman afsuslanmaysizlar.